Assalomu alaykum hammaga. Men hozir boshimdan o'tgan bir voqea haqida gapirib bermoqchiman. Xo'p, bundan bir hafta oldin YouTube'da videolar ko'rayotganimda bir Jasur bilan trading deb nomlangan kanalda bir Pocket Option'da savdo qilish bo'yicha bitta bolani videosini ko'rib qoldim. Unda asha bot orqali savdo qilish yo'llarini o'rgatgan ekan. U bot 100% ishlaydigan bot va umuman minus qilmaydi deb maqtadi. Xo'p, maqtadi. Keyin u bo'ladiki, bu botni beraman mutlaqo tekinga, faqat foydangizdan 10% ni menga berasiz dedi. Videoni ko'rib bo'lganimdan keyin u bolaning lichkasiga o'tdim va yozdim, menga shu botni bering deb so'radim. Xo'p, so'raganimdan keyin u bola meni o'zini kanaliga qo'shib qo'ydi. Birinchi kanaliga qo'shgandan keyin 3 ta shartni bajarasiz, keyin botni beraman dedi. Keyin shartlardan birinchisi uni linkasi orqali Pocket Option'dan ro'yxatdan o'tish edi. O'tdim. Keyin ikkinchisi hisobni $50 ga to'ldirish dedi. To'ldirdim. Keyin uchinchisi o'sha haligi 10% ni u bolani hisobiga o'tkazish kerak edi qilgan foydadan. Xo'sh, keyin deb to'ldirdim. Hisobni to'ldirganimdan keyin naqadan o'tdim. Uni linkasidan Pocket Option'dan ro'yxatdan ham o'tdim. Keyin bolaga yana yozdim, o'tdim, mana to'ldirdim hisobni desam. Xo'p, botni men hozirga sizga bermayman. Oldin bergan odamlarim meni blokka tiqib yubordi. Shuning uchun o'zim signal berib turaman dedi. 1-2 haftadan keyin agar yaxshi ishonchli bo'lsangiz, o'zim keyin botni sizga beraman dedi. Xo'p dedimda, keyin signal berdi. Bir marta signal berdi-da, birinchisi plus bo'ldi. Hamma hisobingizda hamma pulni tikasiz dedi. Minus bo'lib qolsa-chi dedi. Yo'q, minus bo'lmaydi, faqat 100% plus bo'ladi dedi. Bu bot yordamida dedi. Xo'p dedim. Birinchisi plus bo'ldi. Ikkinchisiga mana bor hisobingizni tikasiz dedi. Yana tikdim, ikkinchisi minus bo'ldi. Minus bo'lgandan keyin aka minus bo'lib qoldi-yu desam, yo'q, bu 100 tadan faqat bir marta adashishi mumkin. Qandaydir xatolik bo'ldi dedi. Boshqatdan to'ldiring, agar keyingisida ham minus bo'ladigan bo'lsa, men sizga o'sha $500 ni men to'layman dedi. Xo'p dedim. Yana $50 ga to'ldirdimda, yana bitim ochamiz dedi. Xo'p dedim, ochdik. Unisi ham minus bo'ldi. Aka, yana minus bo'ldi-yu desam, sizni vaqt hozir Rossiyada ekansiz, vaqt naqaysiz timingiz bizga to'g'ri kelmayapti dedi. Bizga to'g'ri kelmayapti. Men mana O'zbekiston vaqti bilan bitim olganman botdan dedi. Unda nima qilish kerak desam, botni o'zingizga beraman, to'lov qilasiz, obuna to'lovi bor, to'lov qilasiz, ishlataverasiz dedi. Xo'p dedim. Keyin botni Telegramdan tashladi linkasini. Kirganimdan keyin botni bir haftaligi $99, bir oyligi $300, 3 oyligi $600 to'lovlar bor ekan. Xo'p deb bir haftaligiga to'lov qilaman deb $100 to'lov qildim. U Binance orqali to'lanar ekan. Binance orqali to'langanda xo'p dedi, Binancedan $100 o'tkazdim. O'tkazganimdan keyin yana $50 uni ID raqamingizni botga ulash uchun dedi. Uni yana $50 tashladim. $50 tashlaganimdan keyin endi siz ro'yxatdan o'tdingiz, sizning navbatingiz 3 oydan keyin keladi dedi. Keyin agar xohlasangiz hozirda o'zi boshlashimiz mumkin. Buning uchun yana $100 to'lov qilasiz dedi. Xo'p deb yana $100 to'lov qildim. Lekin yana $100 to'lov qilganimdan keyin bot siz O'zbekistondan ekansiz, siz kriptovalyuta O'zbekistonda taqiqlanganligi uchun sizni to'lovingizni qabul qila olmaymiz dedi. Hamma to'lovlar qilib bo'lganimizdan keyin oxirida siz to'lovingizni qabul qila olmaymiz deb qoldi. Ba'dan pul ketib bo'lgan edi. Aka, shunaqa bo'lib qoldi-yu desam, O'zbekistonda taqiqlangan ekan dedi. Endi nima qilamiz desam, endi VPN orqali kirsa javob o'tadi dedi. 100% ishonchingiz
komil bo'lsin dedi. VPN orqali qilib beraman, to'ldirib beraman dedi. Men aka hozir yana o'tmay qolsa, unaqa bo'lmasin, o'zingiz VPNdan o'zingiz Telegramga ulab bering, men sizga pulini tashlab beray dedim. Xo'p, bo'lmasam birinchi o'sha $250 tashlab bering dedi. $100 to'loviga $50 IDni ulashga, yana $100 darhol boshlashga dedi. Xo'p dedim, $250 yana tashlab berdim. Tashlab berganimdan keyin men O'zbekistondagi Telegramga ulamayman. Bitta Hindistonlik naqasi bor dedi, Telegram akkaunti bor dedi, o'shanga ulaymiz dedi. O'zbekistondaligimizni bilmaydi dedi. Xo'p dedim, keyin to'lov qilgandan keyin to'lov qilganimni screenshotini tashlab turib, men to'lov qilyapman, lekin hindistonliklarga anaqa to'lovi qimmatroq ekan, $100 emas, $150 ekan dedi. Keyin haligi xullas yana shunaqa deb turib, yana $100 oldi. $100 olgandan keyin oxirida men to'lovlarni bilansidan qila olmadim. Validdan qildim. Shuning uchun komissiya uchun yana $30 tashlab bersangiz, keyin botni beraman dedi. Xo'p deb yana $30 tashlab berdim. Shundan keyin Telegramda hamma yo'lni udalid qilib chiqib ketdi. Yozsam shu bilan qaytib javob yozmadi. Shuning uchun sizlarga ham ogohlantirish, u botlarga, boshqa mashinalarga ishonib qolmanglar. Meni ham 1 oylik qilgan mehnatim havoga uchib ketdi. Nima qilamiz endi? Xudodan endi sabr qilamiz.